Men o'ylaymanki, proyekt juda ham zo'r chiqqan ekan xonadonimizni. Axsikent Sariqko'prik yo'l yuziga 150 metr yaqinlikda. Ko'chaning boshida gaz ham bor ekan. Suv bilan elektr ham tushirib qo'yilgan. Mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Uyimiz yo'l yuziga yaqin bo'lgandan tashqari 4 sotix maydonni o'z ichiga oladi. Darvozaxonasidan kirishingiz bilan kattakon mana shunaqangi joyimiz kutib oladi. Naves qilsangiz yanada ochiladi. Zeleoniy zonaga ham alohida joy qoldirib ketishgan. Kotej tipida tayyor, taxminan 150 kvadrat metr atrofidagi uy ham qurib qo'yishgan ekan. To'liq pishig'ishda qurilgan, tepalariga ham panel bosilgan ekan. Xohlasangiz yana mansarda qilib yuborishingiz yoki 2 qavatli qilishingiz ham mumkin. Bekobod armaturlarni ishlatishibdi. Demak, eshidan kirganimizda o'ng tomonimizda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida sanuzul bilan planirovka qilingan ekan. Yo'llar yaxshi tushishiga panorama oynaga mo'ljal qilingan. Mana bu qismimizda esa keng, katta, oilaviy maza qilib o'tirish uchun ovqatlanish zonasi oshxona bilan birga proyekt qilingan. Agar 2 qavatli qiladigan bo'lsangiz, mana shu joyda ikkita panelni olib turib, zina qilib yorsangiz bo'laveradi. Mana bu tomonning o'zi ham normalniy kattalikda ekan. Endi keyingi qismimizga o'tamiz. Kattakon mehmonxonamizni aynan mana shu yerga joylashtirishibdi. Narigi tomondan ham quyosh nurlari tushib turadi va kattalar uchun mo'ljallangan keng yotoqxonamiz, ichida sanuzuli bilan oxirgi xonamiz hisoblanadi. Qisqa qilib aytganda, maza qilib yashaydigan bir xo'jalik uchun mos kelaveradi. Hammasi emas, orqa tomonning o'zida orqa hovli qoldirishgan hojatxona va yozgi oshxona uchun tayyor ko'tarib ham qo'yishgan ekan imoratda. Tomini yopib, buni ham foydalansangiz bo'laveradi. Ham qishki, ham yozgi oshxona bo'ladi, qoladi. 4 sotix maydonda o'tgan ushbu joyimizning narxi $36,900, yana oz-moz o'tib ham berishadi. Egalarning telefon nomeri videoning pastda aloqaga chiqishingiz mumkin. Proyekt yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz.